Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu 6 ta mahsulotni agar siz joy-joyiga qo'yib iste'mol qilib borsangiz, sizda nima o'zgarish kechadi? Erkak va ayollarda. Ko'proq erkaklarga juda ham yaxshi effekt beradi. Ishoning, bu oxirgi aytadigan gapim har qanday erkak xohishi bo'ladi. Birinchi, ikkinchi haftada sizda kayfiyat yaxshilanishni boshlaydi. Doim yaxshi kayfiyatda yurishni boshlaysiz, qanaqangi problemada bo'lishingizdan qat'iy nazar. Muammolarga juda ham yengil yechim topadigan holatga kelasiz, xotirjamlik hisobiga. Tabiiy energiya paydo bo'ladi o'zingizda. 1 soat, 1,5 soat o'zingizni tabiiy quvvatingiz bilan jismoniy mehnat yoki sport bilan shug'ullanishlik imkoni tug'iladi. Tabiiy energiya paydo bo'ladi sizda birinchi, ikkinchi haftada. 3-4 haftada libido ko'tariladi. Libido degani jinsiy xohishni oshishligi. 40 dan keyin o'zi pastlab boradi. 50 yoshda juda ham ko'pchilikda pastlab ketib qoladi. 25 yoshlik holatingizdagi xohish qaytib keladi. Agar sizda zararli odat bo'lmasa. 3-4 haftadan keyin erkaklar testosteronga borib analiz topshirsalaring, umuman sizlarda testosterondan muammo bo'lmaydi. Testosteron normada chiqadi. Agar kimga mana shu 6 ta mahsulot qiziq bo'lsa, plus belgisini qoldiringlar. Agar bloklab qo'ymagan bo'lsalaring, men sizlarga retseptini tashab beraman. Qanaqangi ichiladi, qancha dozadan ichiladi, uni alohida gaplashib, holatingiz o'rganib, keyin tavsiya beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.